Laboviy 15% tonirovka urib berdi akalar. Ancha to'qartirdi, juda chiroyli bo'lib qoldi akalar. Xo'p, yaqinroq oling, nomer chiqib qolmasin. Shunaqa holatda bo'ladi. Yaxshi plyonka narxi 300 ming so'm. Mashinani yoki-da Laboviy katta kichikligiga qarab narxi o'zgaradi. Juda chiroyli chiqdi. Qurigandan keyin kaziroklarni ustiga urib beramiz. Ata kazirok urmasdan ham shundan yursa ham juda chiroyli bo'ladi, qaranglar. Xo'p, qanchalik darajada qorayapti. Hech qanaqa kamerani xira qilganim yo'q. Oldi 70% urganmiz. Bunga hamyon mapidan urdik. Bu 150 ming so'm. Xullas, hamyon mapidan tortib eng qimmatgacha plyonkalarimiz bor. Tuning Centrus'da. Eng asosiysi ko'zni og'ritmaydigan plyonka olib keldik. Zo'r, narxi ham zo'r. Nima kачествоsi ham zo'r narxiga kelganda, bundan qimmatroq so'rasa, undan ham topib beramiz. Xullas, Damas tayyor. Laboviy 300 ming, eshik 150 ming so'm. Inshaalloh juda go'zal bitdi. Egalar, klientlarga topshirib yuboramiz. Xizmatlar bo'lsa, har doimgidek Tuning Centrus o'zimizga murojaat qilasizlar.